Assalomu alaykum, hurmatli Samobtim Chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Kecha sizlarga kechqurun ko'rsatib o'ta olmadim. Jizzaxdan keyin yangi partiya qo'ylarimiz. Mana bugun qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'ylarimizga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz hammasi tayyor bo'g'oz qo'ylar. Bir hafta uzog'i, bir oygacha tug'adigan, yenilarini yarim qilib qo'ygan bo'g'oz qo'ylarimiz. Yoshlari qo'ylarimiz 3-4 tasi hali qo'zi tish ham buzmagan. Qolganlari shishak, chori, shunday qo'ylar, yosh qo'ylar. Qo'ylarimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytib o'tishimdan oldin bitta obuna tugmasini bosing, orqasidan laykni qizartiring. Men narxni sindiraman. Qo'ylarimiz narxi boshlanadi 5 milliondan 5,5, 6, 6,5, 7 milliongacha ketadi. Ichida qo'ylarimiz işte egizchlari ham bor. Mana ko'rsatib o'taman. Mana shu qo'yimiz bir tuqqan ikkinchi qoringa tayyor yenilarini yarim qilib turibdi. Egizchi qo'yimiz mana shu. Ichida bitta egizchisi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Yana bitta narsani eslatib o'taman, dastlabki xizmati ham bor.